Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklar bilan jurnalist qiz. Buxoroda hokim yordamchisi pora bilan ushlandi. Buxoro viloyatida Peshku tumani hokimining yordamchisi $6000 pul olayotganda qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, hokim yordamchisi mahalla fuqarolar yig'inidagi xizmat mavqeyidan foydalanib, hokimiyat zaxirasidagi 7 sotix yer maydonini K-Savdo avtomatlashtirilgan axborot tizimiga joylashtirib, onlayn auksion savdolari orqali sotib olib berish evaziga fuqarodan $6000 talab qilgan. Peshku tumanida yashovchi tadbirkor hokim yordamchisining noqonuniy xatti-harakatlari haqida joriy yilning 10-sentyabr kuni ariza bilan murojaat qilgan. Shundan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbirda hokim yordamchisi ta'magarlik yo'li bilan ushbu pullarni 3-shaxs orqali olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanadi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijon viloyati sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyaning katta yordamchisi $3,800,000 pora bilan qo'lga tushgandi.